Aziz radio anlıqçı qarindoshlar, diqqətingizlər Cənnət qızları namlıq maqalaның bir bölüküdür bolsun. يا خاطب الحور الحسان وطالبا بوصالهن بجنة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. Cənnət qızları Abduri Əsədullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Müminlərə onların Allah'ın büyük ihsanı eşitdiğindən xoş xəbər verdim. Sura Ahzab 47. ayet. Rahmeti kən və çəksiz fəzil egisi bolğan intayın mehriban Rabbimizni çəksizən sanalar bilən mədhiyələyimiz. Elçilərinin axiri Adamzatның ən yaxşı bolğan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ə görüş salamlar aytamiz. Aziz birodarim, bu kitobcam siz və sizning birodarlaringiz uchundir. Allah sizni və birodarlaringizni o'z rahmatiga kirgizsin və ko'nglingizdan orzu qilayotgandan ziyoda ko'p ne'matlarga ko'msin. Hammamizga o'zining sevimli bandalariga atgan buyuk ziyofat maishat ho'ylisi bo'lgan ko'rkam jannatidan mahrum qilinishi. Biling, hamda sizga oxirat dunyosining go'zal oqibatlarini bayon qilay va sizga ham shu ne'matlarni tilay. Odamlar bu bevafo dunyo haqida ko'p gap qilishadi. Yezishidi, o'rganishidi va bilishidi. Kitoblarda, yig'ilishlarda, hikmat va she'rlarda eng ko'p e'tibor beriladigan mavzu shu. Ammo bu hayotimiz oxirat hayoti oldida bir daqiqachilik bo'lolmaydi. Bu muddat shunchalik ozki, xuddi bepoyon cho'lning bir zarrasi kabi yoki dengiz okeanining bir tomchi qatrasi kabi oz deb mubolag'a qilolmaysiz. Chunki uning o'z ayni misoli yo'q. Biz cheksiz hayotning shohidi bo'lib turibdi. Ammo cheksiz hayotdan bahramand bo'lmaguncha buni cheksiz aqlimizga sig'dira olmaymiz. Bir kuni dunyoning 50 ming yilga tang bo'lgan qiyomat kunida tik turgan odamzot qarsa Alloh subhanahu va taolo bunday deydi. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Alloh ularga sizinda qancha yil turdinglar deydi. Mo'min turishgan deb masxaralik savol qo'yildi. Shunchalik uzun umr ko'rganlar قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. Ular bir kun yoki bir kundan ozdirdik deyishadi. Ular bundoq oz yashagan yo'q. Balki cheksiz hayotga ro'baro bo'lganlik uchun hozir bizga uzun ko'ringan dunyo bir daqiqachilik arzimas bo'lib qoldi xolos. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda bir damla turgandek his qildi. Bu Qur'on sizlarga tabiatdir. Faqat fosiq qavmlar halok qilinadi. Shunday ekan, sening arzimaslardan emas, asli hayotdan so'z qilayli. Asli dunyoning aslisidan so'z qilayli. Lazzatidan so'z qilayli. Men tanlagan bu mavzu Qur'on hadisda uchraydigan odamlar orasida anda-sonda anglab qolgan arab tilidan xabardor birodarlarimiz kitobdan o'qib tarjim qilishda o'ylaydigan o'zlar bo'lsa, sinchilar diqqat bilan o'qiydigan hamda mujohidlarni to'liq qiziqtiradigan Jannat qizlari haqidadir. Shuni unutmangki, Jannat qizlari qism bo'ldi. Birinchisi, bir anda jannat yaratgan bir ayollardir. İkincisi, o'z amali bilan shu maqomga, shu o'ringa erishgan dünyadaki müminler ayollardır. Ular köplügen kemçiliklerini taşlar keldi. Elbette kemçiliklerden hali buluş, nadir ve yakşırıktır. Bu mavzunu tanlaştı maqsadım, bugün günde nurgun Müslümanlar ölümden korkqanlıqdır. Şu sebep kafirlerde cüret peyda bulup, hatta insanilik çekidini ötüp etkenlidir. İman ahli özünü çağrısız deb deli boşluqdan o'zining muqaddas burchi hisoblangan jihad sefidan bakla orqada qoldi. Dunyodagi past narsalarga aldanib, islomning asos maqsadini burilib kirib qolish, tang yashash maqsadida
intayin ko'p qadr-qimmatlarda aylanib qolganligidan ma'nisiz va xor hayotga rozi bo'lgandek bir amallarni qilib kun o'tkazayotganligidan afsuslanib, inshaalloh shahid bo'lsam, bir kunlar mening savobimdan Alloh taolaning rahmatiga sazori bo'lsa degan niyatda Qur'on va hadis chaqirayotgan tiriklik manbasi hisoblanmish shahid bo'lgan ishtiyoqni texnik ziyod bo'lishi uchun jannat qizlari haqida qo'limdan kelishcha e'tiboringizga havola qildim. O'ylaymanki, bu sahiflarni o'qish bilan o'zingizni qiziqtirgan ba'zi savollarga javob toparsiz. Yoki ozgina bo'lsa-mu oxirat haqida o'ylashingizga sabab bo'lar inshaalloh. وطالبا بوصالهن بجنة الرحمن